Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yodlaringizda bo'lsa, LM degan narsani oldim. Hozir buni ustanovga etib ishlatib ko'ramiz. Mashina shu yerda ustanovga etiladi ekan. Ko'rib turganingizdek, har mashina har xil joyda. Ustanovga etdik. Keyin buni instruksiyasi bor o'zimda, skanerda Tesla QR kodi bor. Shu instruksiya bo'yicha ustanovga etib, telefona ulanadi Bluetooth orqali. Keyin yana ishlashini chiqib bo'ladi, shuni tekshirib ko'ramiz bugun. Xudo xolasa bugun juma, 19-iyunni juma. Bugun sentrda ish zo'r bo'ladi. Keyin menda funksiya chiqdi, Moy rayon boradi funksiya. Moy rayon LM degan funksiya chiqdi. Mana buni bossangiz, sentralniy rayon. Hozircha bez komissiyasi 0% ko'rib turamiz. 30-chislacha Moy rayon funksiyasini sentrda ishlasak bo'ladi. Mana Moy rayon funksiyasi, Yandexda komissiyasi bor. Moy rayon funksiyasi komissiyasiz. Shuning uchun xudo xolasa bugun ulab ishlatib ko'ramiz, rezultatini videoning oxirida aytaman. Do'stlar, podключиться etdik. Podключиться etgandan keyin mana shunday ko'k точка, siniy точка chiqar ekan, ulanganini bildiradi. Ulash вообще ansat, qiyin emas. Aytib o'tganimdek, mashinani shunday diagnostik etadigan joyini sukaslar. Mashina yonib turishi kerak. Sukaslar sukkandan keyin настройкаga kirasizlar. Yandex Pro настройкасына kirgandan keyin Bluetooth podключение bosgandan keyin YTOBD deb chiqadi. Ustuna bosasizlar ulanadi. Mana уже siniy точка paydo bo'ladi. Ulanganini podключение bo'lganini shu yerga kelib bilsangiz bo'ladi. Mana shu siniy точка bo'lishi kerak. Keyin Moy rayon LM chiqdina. Oddiy Moy rayon bu, Moy rayon LM orqali Moy rayon. Buni bossangizlar, mana shu sentralniy rayon xudo xolasa shu yerda ishlasa bo'ladi, GPS chotki ishlaydi deb umid qilamiz. Endi buni ishlatib ko'rib, foyda berdimi yo'qmi, uni aytaylik, video ataman. Podpiska bosib, kommentariy yozib qo'yamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Keyin o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni kommentariyada yozib qo'ysangiz, hammasini o'qiyman, qo'ldan kelgancha javob beraman. Keyingi videoda Rossiyada, именно Moskvada taxsillik etish uchun dokumentlar kerak, nishat ishlasa bo'ladi, shu haqida ma'lumot berib o'taman.